Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi video roligimiz yangi kelgan pushti rangli kartali o'yinchilarni ochib ko'ramiz. O'zi bugun oddiy akkaunt kuchaytirish uchun ozgincha sabitga akkaunt ozgincha kuchaytirib qo'yganman. Mana sabitga yutuling ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasam siz kanalga obuna bo'lib, like bosib, komment yozib qo'ying. Biz videoni boshladik. Birinchi bonuslarni olishdan boshlaymiz. Hop, 11 ta olmos, yaxshi. Tezkor ishlatganimizga buni bering. Hop, yaxshi. Oxirida agent ochgan bo'laveradi. Ko'proq yildiz tushishini xohlayman. Yildizdan 600 chiqqanini ham ko'rgan bo'lsanglar kerak YouTube'da. Hop, endi transferda kim bor ekan? Yo'q, transferda olinadigan olishga arziydigan o'yinchi yo'q. Bemo yaxshi o'ynaydi, menimcha kerak emas. Uni o'rniga stadionimizni yana bitta darajasini oshiramiz. Hop, eng kattasiga qo'yamiz. Tomini olib tashlaymiz. 2 million bo'larkan. Hop, deymiz. Stadionni уже kuchaytiramiz. Oppanni akkaunt уже ancha kuchayib qoldi. Akkaunt sizlarga ko'rsatyapman. Mana shu akkaunt yaqinda YouTube'ga joyladim. Videorolik Batistutdan tushirganim haqida. Mana Batistuta o'sha akkaunt mana. Xuddi shu akkaunt. Mana o'yinchilar statistikalarini ko'rishingiz mumkin. Hop, endi kuchaytiramiz. Birinchi kichkinasini kuchaytiramiz. Kichkina pak. Yo'q. Unchalik foydali emas deyishmadi. Texnikani kuchaytiramiz va Ronaldoga vashi zo'r tushdi, lekin Dembelega 50 tushsa ham bo'ladi, yo'q. Hop, endi agent ochishga o'tamiz. Ishqib yildiz tushsin. 84 lik bitta o'yinchi tushsa men roziman, короче. Hop, qani bo'lmasam, bismillahirrohmanirrohim. Fransiyalik qaysi o'yinchi bo'lishi mumkin? Yo'q, men bayroqlarga qarab olmagan ekanman, do'stlar. Oddiyroq 1.83 sar himoyachi sar bo'lishi mumkin. Sar ekan. 83 reytinglik adashmasam. Hop, mana kuch darajalari 87 ta, ajoyib holatda. Aytganimdek, sar futbolchi chiqdi. Mayli, yomon emas. Zato pushti kartali futbolchilarni oldik. Endi buni asosiy tarkibga qo'yib qo'yamiz. O'z asosiy tarkibda ham o'ynatar ekan. Dream Ligan avtobuilding qilganimizda. Hop, mana buslarimiz ham ancha kuchayib ketibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Sari reytingi mana shu holatda. Mayli, yildiz tushmadi. Keyin safar tushiramiz. Hali yana sezon pasdan ham ochishimiz mumkin. Hop, agar kichkinagina videoroliklarimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hali yana pushti kartali futbolchilarni ochaman. Xudo xolasa kanalga joylab boraman. Videoga like bosing, obuna bo'ling, komment yozing. Hammaga rahmat.